Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-iyun haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Ayollarni, qizlar uchun kiyimlar. Nech pul deyapsiz aka bularni? 100 mingga 3 ta qilib beryapmiz. 100 mingga 3 tadan ekan. 35 mingdan 100 mingga 3 ta qilib beryapmiz. Gullari bor. Donaga nech puldan? Donaga 40 ming sotyapmiz. Donaga 40 ming so'm, pachkaga 3 tasi 100 ming so'm. Materiali nimadan aka bular? Shtampil. Materiali shtampil, razmeri nechtalik? Razmeri 54 dan 60 gacha. 54 dan 60 gacha razmerlari ekan. Katta ko'ylaklar. Yaxshi. Hammasi bir xil narsa, narxi ham bir xil. Svetlari sero. Ya meniki u. Sizniki o. Ha. Telefon nomeringiz necha aka? 91lik Hop. 684 34 32. Aytilgan telefon nomeriga kunduzi telefon qilaverasizlar, oluvchilar telefon qilsin. Dastavka ham bor ekan. Xo'p, bu tarafda endi Oldi taraf. u tarafdan ko'rsatamiz. Nech puldan deyapsiz bularni? Mana arqa tomonini ham ko'rsatib qo'yaylik. Buniki 50 mingdan, bunisi 60 ming so'm. Bular 55 ming so'mdan, ha? Buniki 50 mingdan. Bular 50 ming so'mdan. Bunisi 60 ming so'm. 50 dan Yaxshi. 56 gacha. Bular ham 50 dan 56. Hozir oldindan ko'rsatamiz. Xo'p, mana oldi tarafi. Ha, buni o'zini nech pul dedingiz? 60 ming so'm. Bular 60 ming so'm ekan. Bular 50 mingdan. bular ikkalasi 50 ming so'mdan ekan. Pachkaga, Ha. Donaga 55. donaga 55 ming so'm, mana o'si donaga nech pul? Donaga 65 ming. 65 ming so'm bular. Yaxshi. Bunisi nech puldan edi? 55 ming. Ikkiyon cho'ntaklik. Ikkilani cho'ntaklik ekan 55 ming so'mdan. 56 gacha. 55 ming so'm pachka narxi, donaga nech puldan? Yo'q, pachka 55 ming. Ha. Ikkiyon cho'ntaklik. Tushundim, donaga ham bormi? Ha, 60 ming so'm. Ha, bo'ldi, donaga 60 ming so'm ekan. Buni tushuntirib aytdik-ku. Bo'ldi. Razmerlari nech? 50 dan 56 gacha. 50 dan 56 gacha razmer. O'zingiz birinchi qo'lsiz, a? Ha, birinchi qo'l. Yaxshi, telefon nomeringiz 90lik. 90lik 858 858 47 55. 47 55 ga telefon qilaverasizlar. Dastavkalar bor. Ko'p olsalang dastavka bor-da, bitta ikkitaga dastavka bormi deb telefon qilmanglar. Shuni ham tushuntirib qo'yish kerak-da. Yaxshi.